Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men pensionerlar uchun juda muhim, juda og'riqli va ko'pchilik e'tiborsiz qoldirsa, pulidan kechikib qolishi mumkin bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Gap 11 iyuldan keyin pensiya oluvchilar, nafaqa oluvchilar, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi va keksalik pensiyasiga aloqador ayrim tartiblar, tekshiruvlar va hujjatlarga xatolar haqida ketadi. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda ota-ona, buva yoki pensiya oladigan yaqin inson bor. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men kimlar xavotir olishi kerak, kimlar xavotir olmasligi kerak. Qaysi holatda pensiya kechikishi, to'xtab qolishi yoki qayta hisob-kitob qilinishi mumkinligini oddiy tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'pincha bir necha kun kech eshitiladi. Keyin odam idorama-idora yugurib yuradi. Avval qanday edi? Ko'p pensionerlar pensiyasini odatiy tartibda olardi. Kimdir bank kartasiga, kimdir pochta orqali, kimdir ishonchnoma bilan farzandi orqali. Odamlar ko'pincha bir marta hujjat topshirgandan keyin endi hammasi joyida, pensiya umr bo'yi kelaveradi deb o'ylaydi. Lekin amalda pensiya tizimi doimiy tekshiruv bilan ishlaydi. Ya'ni fuqarolik holati, yashash manzili, bank hisob raqami, ishonchnoma muddati, ishga kirgan-kirmaganligi, nogironlik guruh muddati, chet elga uzoq muddatga chiqib ketgan-ketmaganligi kabi ma'lumotlar vaqti bilan solishtiriladi. Endi nima o'zgardi? 11 iyuldan keyin eng muhim masala shuki, ayrim pensionerlar bo'yicha ma'lumotlar ancha qat'iy tekshirilishi. Noto'g'ri yoki mos kelmaydigan ma'lumotlar bo'lsa, to'lov kechikishi yoki aniqlashtirish talab qilinishi mumkin. Men bu yerda vahima ko'tarish uchun gapirmayapman. Hammaning pensiyasi birdan to'xtaydi, hammaning puli kamayadi degan gap noto'g'ri. Lekin mening hujjatlarimda mayda xato bor, baribir hech kim qarab o'tirmaydi degan davr ham asta-sekin tugayapti. Elektron bazalar bir-biriga ulanib borgani sari xato familiya, eski pasport ma'lumoti, yopilgan bank kartasi, muddati tugagan ishonchnoma, nogironlik ma'lumotnomasining muddati, boshqa hududga ko'chib ketish holati ko'proq ko'rinadi. Yomon xabar aynan shunda. Agar pensionerning ma'lumotlarida muammo bo'lsa, u odam aybsiz bo'lsa ham pensiyasini vaqtida ololmay qolishi mumkin. Masalan, pul bekor qilinmasligi mumkin. Lekin aniqlashtirish degan sabab bilan bir necha kun yoki bir necha hafta kechikish ehtimoli bor. Pensioner odam uchun esa bir haftalik kechikish ham katta muammo. Chunki dori bor, kommunal to'lov bor, oziq-ovqat bor, qarz bor. Birinchi navbatda bank kartasi orqali pensiya oladiganlar e'tiborli bo'lishi kerak. Agar kartangiz muddati tugagan bo'lsa, kartangiz bloklangan bo'lsa, bankdagi ism familiyangiz pasportdagi yozuv bilan to'liq mos kelmasa, pensiya tushishi kechikishi mumkin. Masalan, pasportda G'ulomova deb yozilgan. Bankda esa eski hujjat bo'yicha G'ulomova deb ketgan bo'lsa, ba'zi holatlarda bu texnik muammo tug'diradi. Yoki pensioner yangi ID karta olgan, lekin bankdagi ma'lumotini yangilamagan. Tizimda eski pasport raqami turibdi. Pensiya jamg'armasi bazasida yangi raqam. Natijada pul jo'natiladi, lekin bank tomonidan qo'shimcha tekshiruv paydo bo'ladi. Ikkinchi guruh ishonchnoma orqali pensiya oldirayotganlar. Masalan, onaxon yura olmaydi. Pensiyasini o'g'li yoki kelini olib keladi. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, notariusdagi ma'lumot eski bo'lsa yoki ishonchnoma faqat bankdan pul olishga berilgan bo'lib, boshqa amal uchun yetarli bo'lmasa, muammo chiqadi. Ko'p odamlar o'tgan yili ishlagan, bu yil ham ishlayveradi deb o'ylaydi. Yo'q, ishonchnomaning muddati bor. Muddati tugagan kundan keyin bank ham, pochta ham uni qabul qilmasligi mumkin. Bu esa pensionerning pulini yo'qotishi emas, lekin pulni olish imkoni vaqtincha to'xtashi degani. Uchinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oladiganlar. Bu yerda eng nozik jihat shuki, ayrim nogironlik guruhlari muddatsiz bo'ladi, ayrimlari esa ma'lum muddatga belgilanadi. Agar tibbiy mehnat ekspertiza ma'lumotlari yangilanmagan bo'lsa, qayta ko'rikdan o'tish muddati kelgan bo'lsa, odam esa buni unutgan bo'lsa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Misol uchun, fuqaro ikkinchi guruh nogironlik bo'yicha pensiya oladi. Uning qayta ko'rik sanasi 10 iyulda tugagan, 11 iyuldan keyin esa tizim yangi tasdiq yo'q deb ko'rsatadi. Bunday holatda pensioner kasal bo'lsa ham, huquqi bo'lsa ham, hujjat yangilanmaguncha to'lov masalasi osilib qoladi. 4-guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Bu pensiya ko'pincha voyaga
yetmagan farzandlar, o'quvchi yoki talaba bo'lgan farzandlar bilan bog'liq, lekin o'qishda davom etayotgan to'lgan bo'lsa, tasdiqlovchi ma'lumot vaqtida kiritilmasa, pensiya to'xtashi mumkin. Masalan, qiz bola kollej yoki universitetda o'qiyapti, lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma topshirilmagan. Tizim uchun esa u endi 18 yoshdan oshgan, demak avtomatik savol tug'iladi. To'lov davom etishi uchun asos bormi? Mana shu joyda ko'p oilalar qiynaladi. 5-guruh ishlayotgan pensionerlar, ayrim pensionerlar pensiya yoshiga yetgandan keyin ham ishlashda davom etadi. Bu yomon emas. Qonun doirasida odam ishlashi mumkin, lekin ish joyidagi ma'lumotlar, soliq ma'lumotlari, mehnat staji va pensiya hisob-kitoblari to'g'ri aks etishi kerak. Agar odam rasmiy ishlayotgan bo'lsa, ish beruvchi uni noto'g'ri ro'yxatga olgan bo'lsa yoki ijtimoiy to'lovlarda xato qilgan bo'lsa, keyingi qayta hisob-kitobda savollar tug'ilishi mumkin. Ba'zida pensioner men ishlamagandim deydi. Lekin ba'zida uning nomiga shartnoma ochilgan bo'ladi. Ba'zida esa aksincha odam ishlagan, lekin staji ba'zida ko'rinmaydi. Keling oddiy misol olaylik. Toshkent viloyatida yashaydigan 68 yoshli otaxon har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Kartasi muddati iyun oxirida tugagan. U esa kartaga pul tushaveradi. Keyin yangilab olaman deb yuradi. 11 iyuldan keyingi to'lov davrida pul eski kartaga jo'natilishi kerak bo'ladi, lekin karta faol emas yoki mablag' hisobda turib qoladi. Otaxon bankka boradi. Bank yangi karta oching, ma'lumot yangilanadi deydi. Bu jarayon 2-3 kun emas, ayrim holatda bir haftagacha cho'zilishi mumkin. Natijada pensioner dorisini vaqtida ola olmaydi. Aslida esa muammoni oldindan hal qilish mumkin edi. Karta muddati tugashidan oldin bankka borib yangi karta olish kerak edi. Ikkinchi misol. Samarqandda yashaydigan onaxonning pensiyasini qizi ishonchnoma bilan olib turadi. Ishonchnoma 1 yilga berilgan, muddati 9 iyulda tugagan. Qizi 12 iyulda bankka boradi. Bank pul bermaydi. Qizi jahl chiqadi. Har oy olardim-ku deydi. Bank xodimi esa qonun bo'yicha muddati tugagan hujjat bilan pul bera olmaydi. Bu yerda bank ham aybdor emas. Pensiya jamg'armasi ham aybdor emas. Hujjatning muddati o'tgan. Onaxon yura olmasa, notariusni uyga chaqirish, yangi ishonchnoma rasmiylashtirish yoki boshqa qonuniy vakillik masalasini hal qilish kerak. 3-misol. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilada o'g'il Bondinbeki yoshga to'lgan, universitetga kirgan, lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma topshirilmagan. Ona bolam o'qiyapti-ku, nega to'xtaydi deb hayron bo'ladi. Lekin tizimda o'qiyapti degan tasdiq bo'lmasa, to'lov davom etishi uchun asos ko'rinmaydi. Demak, har yili o'quv yili boshida yoki talab qilinganda o'qish joyidan ma'lumotni tasdiqlash zarur. 4-misol. Nogironlik pensiyasi oluvchi fuqaro qayta ko'rik sanasini o'tkazib yubordi. U haqiqatan ham sog'lig'i bo'yicha yordamga muhtoj. Lekin hujjat muddati tugagan bo'lsa, tizim rahm shafqat bilan emas, hujjat bilan ishlaydi. Bu odamni hamma taniydi. Nogironligi borligi ma'lum degan gap yetmaydi. Kerakli tibbiy xulosa va elektron tasdiq bo'lishi shart. Agar sizning pensiyangiz muntazam tushayotgan bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, pasport yoki ID karta ma'lumotlaringiz bankda yangilangan bo'lsa, yashash manzilingiz bo'yicha katta o'zgarish bo'lmasa, ishonchnoma bilan bog'liq muammo bo'lmasa, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik kabi muddatli asoslar bo'lmasa, siz haddan tashqari vahima qilishingiz shart emas. Pensiya tizimi hammani jazolash uchun emas, to'lovlar to'g'ri odamga, to'g'ri miqdorda va qonuniy asosda bo'lishini ta'minlash uchun ishlaydi. Lekin xavotir olmaslik beparvo bo'lish degani emas. Men har doim aytaman, pensioner uchun eng katta xavfsizlik hujjatlarning tartibda bo'lishi. Uyda pul bo'lmasa, qo'shnidan qarz so'rash og'ir. Bankda navbatda turish og'ir. Davlat idorasiga qayta borish og'ir. Shuning uchun hozir tekshirish, keyin yugurishdan ancha oson. Eng ko'p uchraydigan nozik jihat familiya. Ism va otasining ismida harf farqi. Lotin va kiril yozuvi almashganda apostrof kabi yozuvlarda farq bo'lishi mumkin. Masalan, bir hujjatda O'rinboyev, boshqasida O'rinboyev bo'lib qoladi. Odam uchun bu bir xil ism, lekin elektron tizim uchun ba'zida bu ikki xil yozuvdek ko'rinadi. Ayniqsa eski pasport, yangi ID karta, bank kartasi va soliq bazasida farq bo'lsa, aniqlashtirish talab qilinadi. Ikkinchi nozik jihat, yashash joyi. Pensioner bir tumanda ro'yxatda, lekin boshqa shaharda farzandinikida yashaydi. U o'z-o'zidan pensiyani bekor qilmaydi.
lekin ayrim xizmatlar pochta orqali yetkazish mahalla ma'lumoti, ijtimoiy yordam va qo'shimcha nafaqalar yashash manzili bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar ro'yxatdagi manzilda hech kim yashamasa, xatlar yetib bormasa, chaqiruvlar ko'rilmasa, keyin biz bilmadik degan vaziyat paydo bo'ladi. Uchinchi nozik jihat chet elga chiqib ketish. Agar pensioner vaqtincha chet elga davolanishga farzandining oldiga yoki mehmon ketgan bo'lsa, bu hamma holatda pensiya yo'qoladi degani emas. Lekin uzoq muddatli chiqish doimiy yashash joyi o'zgarishi. Bank kartadan boshqa odam doimiy pul yechishi kabi holatlar tekshiruvga sabab bo'lishi mumkin. Bu yerda ham asosiy masala ma'lumotni yashirmaslik va hujjatlarni tartibda saqlash. 4-nozik jihat ortiqcha to'lov. Ba'zi odamlar agar tizim adashib menga ko'proq pul to'lasa, bu mening omadim deb o'ylaydi. Yo'q, bu juda xavfli fikr. Agar pensiya yoki nafaqa noto'g'ri asosda ortiqcha to'langan bo'lsa, keyinchalik uni qaytarish talab qilinishi mumkin. Masalan, odamga 6 oy davomida oyiga 300 ming so'mdan ortiqcha to'langan bo'lsa, jami 1,8 million so'm qarzdorlik chiqadi. Pensioner uchun bu katta pul. Shuning uchun pensiya miqdori birdan oshib ketsa ham, kamayib ketsa ham sababini so'rash kerak. 5-nozik jihat qarzdorlik va ijro hujjatlari. Ayrim pensionerlarning pensiyasidan sud qarori yoki ijro hujjati asosida ushlab qolinishi mumkin. Masalan, aliment qarzi, kredit bo'yicha sud qarori, kommunal qarz bo'yicha ijro ishi bo'lsa, pensiyaning ma'lum qismidan ushlab qolish holatlari uchraydi. Odam esa pensiyam kamayibdi, demak yangi qonun chiqibdi deb o'ylaydi. Aslida sabab boshqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun bankdan ko'chirma, ijro byurosidan ma'lumot, pensiya jamg'armasidan hisob-kitob so'rash kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Nima qilish kerak? Birinchi qadam, hujjatlarni tekshiring. Pensionerning pasporti yoki ID kartasi, bank kartasi, plastik karta muddati, telefon raqami, yashash manzili, ishonchnoma, nogironlik hujjati, o'qish ma'lumotnomasi, nikoh yoki vafot etganlik haqidagi hujjatlar tartibda bo'lishi kerak. Bularni bitta papkaga solib qo'ying. Uyda farzandlar ham qayerda turganini bilsin. Ikkinchi qadam, bankka boring yoki bank ilovasidan tekshiring. Karta faolmi? Muddati qachon tugaydi? Hisob raqami yopilmaganmi? SMS xabarnoma ulanganmi? Bankdagi ism, familiya, ID kartadagi ma'lumot bilan mosmi? Bularni aniqlang. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, qonuniy vakil yoki ishonchnoma orqali yordam berish yo'lini tanlang. Lekin hech qachon kartani, PIN kodni, SMS kodni begona odamlarga bermang. Pensiya oluvchilar ko'pincha firibgarlar nishoniga aylanadi. 3-qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Agar pensiya kechiksa, miqdori o'zgarsa, to'lov tushmasa, birinchi navbatda emotsiya bilan emas, hujjat bilan boring. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, bank rekvizitlari, oxirgi to'lovlar bo'yicha bank ko'chirmasi, agar bo'lsa ishonchnoma, nogironlik ma'lumotnomasi yoki boshqa asosiy hujjatlarni oling. Xodimdan aniq savol so'rang. Mening pensiyam nima sababdan kechikdi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi bazada xato chiqyapti? Qachongacha tuzatiladi? Javobni og'zaki eshitib ketmang. Imkon bo'lsa yozma izoh yoki murojaat raqamini oling. 4-qadam, myPKUB.uz yoki boshqa rasmiy elektron xizmatlar orqali ma'lumotni tekshirish. Hamma pensioner internetdan foydalana olmasligi mumkin. Lekin farzandlari yordam berishi kerak. Elektron xizmatlarda arza olati, ayrim ma'lumotnomalar, shaxsiy ma'lumotlar tekshiriladi. Agar telefon raqami pensioner nomida bo'lmasa, tasdiqlashda muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun telefon raqami ham imkon qadar pensionerning o'z nomida yoki ishonchli yaqin qarindosh nazoratida bo'lgani ma'qul. 5-qadam, agar xato topilsa, darhol tuzating. Masalan, familiyada xato bo'lsa, fuqarolik holati dalolatnomalari bo'limi, migratsiya va pasport bo'limi yoki bank orqali qaysi joyda xato turganini aniqlash kerak. Bank kartasi muammosi bo'lsa, bankdan yangi karta va rekvizit oling. Ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, notariusga murojaat qiling. Nogironlik muddati tugayotgan bo'lsa, tibbiy ko'rik masalasini oldindan boshlang. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha talaba farzand bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotni vaqtida tayyorlang. 6-qadam, murojaat yozishni biling. Agar sizga kutib turing deb javob berishsa, lekin muammo cho'zilsa, yozma murojaat qiling. Murojaatda shunday yozish mumkin: men falonchi keksalik pensiyasi oluvchiman. 2024-yil iyul oyidagi pensiya to'lovim vaqtida kelmadi yoki miqdori o'zgardi. Sababni aniqlab,
hisob kitobni tushuntirib berishingizni hamda zarur bo'lsa, to'lovni tiklash choralarini ko'rishingizni so'rayman. Albatta sana, telefon raqami, manzil va imzo bo'lishi kerak. Nusxasini o'zingizda saqlang. 7-qadam firibgarlardan ehtiyot bo'ling. 1 iyul yangi tartib pensiya, kompensatsiya, qo'shimcha pul degan gaplar chiqqanda firibgarlar ham faollashadi. Ular qo'ng'iroq qilib, pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun SMS kodni ayting. Kartangizni yangilab beramiz, kompensatsiya tushiramiz deyishi mumkin. Hech qachon SMS kod aytmang. Karta raqami va amal qilish muddatini yubormang. Telegram orqali pasport rasmini begonalarga bermang. Rasmiy idoralar sizdan telefon orqali bank parolini so'ramaydi. Pensionerning daromadi ko'pincha bitta manbaga bog'liq bo'ladi. Ishlaydigan odam maosh kechiksa ham ba'zida qo'shimcha ish qiladi, qarindoshdan yordam oladi. Lekin yoshi katta odam uchun har bir kun muhim. Dorixonada dori narxi kutib turmaydi. Kommunal to'lov muddati kutib turmaydi. Bozorda oziq-ovqat arzonlashib qolmaydi. Shu sababli pensiya tizimidagi kichik texnik xato ham pensioner hayotida katta stressga aylanadi. Men ekspert sifatida eng ko'p ko'radigan xato shuki, odamlar muammo chiqqandan keyin harakat qiladi. Aslida esa pensiya masalasida oldindan profilaktika qilish kerak. Karta muddati tugashiga bir oy qolganda yangilang. Nogironlik ko'rigi sanasini kalendarga yozib qo'ying. Farzandingiz talaba bo'lsa, o'qish ma'lumotnomasini har o'quv yilida tekshiring. Ishonchnoma muddatini papkaning ustiga katta qilib yozib qo'ying. Bank SMS'larini o'chirib tashlamang. Chunki keyin to'lovni isbotlashda kerak bo'lishi mumkin. Yana bir muhim jihat, pensionerning farzandlari befarq bo'lmasin. Onam o'zi biladi, otam o'zi borib keladi. Deyish oson, lekin yoshi katta odam idoralarda charshaydi, savol berishga tortinadi. Ba'zida xodim nima deganini to'liq tushunmaydi. Har bir oila oyda bir marta pensioner yaqinining kartasi, hujjati va to'lovini tekshirib qo'ysa, ko'p muammolar oldi olinadi. Demak, 11 iyuldan keyingi eng yomon xabar shuki. Hujjatlarda xato, muddati o'tgan ishonchnoma, faol bo'lmagan karta, yangilanmagan nogironlik yoki o'qish ma'lumotnomasi bo'lgan pensionerlar pensiya to'lovida kechikish va aniqlashtirishlarga duch kelishi mumkin. Bu hammaning pensiyasi bekor bo'ladi degani emas. Lekin beparvolik qilgan odam uchun bir necha kunlik kechikish ham katta muammoga aylanishi mumkin. Bugun hujjatlaringizni tekshiring, bank kartangiz muddatini ko'ring, ishonchnomani yangilang, pensiya jamg'armasidan kerakli ma'lumotni aniqlang. Agar pensiyangiz kechiksa, darhol yozma murojaat qiling va sababini hujjat bilan talab qiling. Sizning hududingizda pensiya to'lovlari vaqtida tushyaptimi? 1 iyuldan keyin biror o'zgarish sezdingizmi? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni albatta pensioner ota-onangizga, buvalaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Bitta ogohlantirish kimningdir pensiyasini vaqtida olishiga sabab bo'lishi mumkin.